soat necha? Ertalab bo'pti-ku. Ertalabmi o'zi? Soatga qaraylik. Yo'q. 9dan 8 o'tdi уже. Hop. Telefonni olib bir ko'chaga chiqaylik. Pulni nima olayman? Aytgancha hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Porix Minecraft. Bugungi videomizda yana 13-qishloqda yashash ikkinchi qismini olamiz. Va qani ketdik. Hop, bizning qishlog'imizga yangi ish chiqdi. Ya'ni mana shu ekinlarni omborxonaga olib borish merdan so'rab ish chiqdi. Hop, kechagi do'stim beri qayergadir ketuvdi. Mashinasi chaqdi, neydir? Qayerga ketgan bo'lsa? Safarlagan ketgan ekan. Hop, mana bo'ldik. To'xtanglar. Nima bo'ladi? Mana bunisilar. Ko'rabsizlarmi modangizni? Mana bu olmosli birat turibdi-chi. Hozir bo'lmasam bo'lmaydi o'sha yerda. Hozir merga aytib chiqay. Mer. Sen Porix Minecraft. Mamma. Mer. Assalomu alaykum Mer. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, anovi. Hop, men buni ekinlarni oldim. Yaxshi. Omborxonaga olib bordim. Borasan, borasan boshqa. Bo'ldi. Hop, mana olib boramiz do'stlar. Hop, men pishi qo'ramiz shu. Mana hozir ko'ramiz. Omborxonani. Biratlar omborxona ochiqmi? Ochiqda. So'qmoqchimi? Yo'q. Mana qachondan berkiga. Qo'yamiz. Chirigan bu. Bo'ladi. Men bu chirigan kartoshka uni ham solaverim. Solur. Qani magazin ochamiz, o'shanga sotaveramiz endi shularni ham. Qani buni sotishimiz mumkin. Ambaqqa bo'lmasa nima? To'xtanglar, shuni tutaylar. Chiriganlar ajratib solinmaydi. Chiriganlar baqqa bo'lishi kerak. Sabzi ham baqqa emas. Baqqa bo'lishi kerak. Bo'ldi. Mashinalarni? Birat, sizni mashinangizmi? Yo'q, mana haftasini ochilibdi, o'shanga prosta minib test drive qilib ko'rmoqchimiz-da. Mana egasi. Assalomu alaykum, birat. Alaykum assalom. Xo'sh, nima xizmat? Mashinani sotyapsizmi? Sotyapmiz. Yo'q, pulimni olib kelishim kerak. Mashina. Mana buni qaranglar, McLarenni. Toyota. Bu ikkovi ham Toyota. Qaramayapti. Datsun. Wow. To'xtanglar. Birat test drive qilsa ular. Bemalol. Wow. To'xtanglar, pulimni olib kelmasam bo'lmaydi. Sizlar, ideya bu. Bilasizlar, baqqa men mashinam bor, yashil. Birinchi qismini ko'rganlar bilsa kerak uni. Eng qizig'i, do'stlar, uni sotib pul ishlasak bo'lar. Birat, eng arzon mashinalar qaysi? Ammo ko'p mashina oldim. Bumi? Yo'q. Ammo o'shanda ikkita mashinadan keyingisini. Bumi? Tamam. Qanaqa mashina? Nima edi bu mashina? Do'stlar,
bundan ko'ra o'zim mashinam yaxshi, to'g'rimi do'stlar? Hozir men pullarimni olib kelmasam bo'lmaydi. Brat, eng qizig'i nechi pul turadi bu mashin? Mo'min, $128,000. Vah. Ya'ni dollar emas. No, Zumradda aytyapti, dollar desa ne bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, mana shu xuddi mana shu joy. Mana shu xuddi sotilayotgan eshik mana. Brat, mashinangizga minib ko'raman-da. Minur, bo'ldi. Haydi. Brat, mana bu yashil mashina bor-ku. Ha? O'sha nechi pulga ketadi? Ularmi? Shu 5 pachkaga ketadi. Yo'q, do'stlar. Qarang, brat. Qaysi mashinani olsak bo'ladi, do'stlar? Bunga McLarenlarni beraveramiz. Mana shuni, mana bularni beraver ekan. Hammasini emas, o'shalardan. Nima bu? Do'stlar, ne tez yuradimi? Wow. Yo'q, pulgardi. Ukam, xursand bo'lmaymi bunga? Bilmaysizmi 5 pachkaga? Yo'q, 7 pachkaga beraman. Voy do'stlar. Bundan arzonroq mashina olaman. Keyin yashashimga pul yetmaydi. Mana biz zo'r o'xshardi, Mazda. Ashu mashina, вообще zo'r mashina. Qarasizmi, olmayman. Bilmadim, mashina menga umuman yoqmayapti. Xullas, aka, bir pachka kamaytirib bersangiz rozi bo'laman. Ana shu mashinani beraman sizga, men bu bir pachka qo'shaman. Rozimisiz? Mayli ukam. Lekin yashashimga pul bo'lmaydi. Hozir qarang. Men shu pachka beraman, men buni 32 ta beraman. Rozimisiz? Men bilan roziman. Ammo bochkaga solib qo'y ukam. Bo'ldi. Nasıl sonra? Uy do'stlar, mashinam bitdi. Aytgancha men o pulini olishim kerak. Yani merdan pul berish kerak edi. Voh, juda ham zo'r mashina. Men baqib qo'yib turdim. Wow, zo'r mashina, lekin nima? Bu mayli. Xo'p. Mer. Vah, bekor. Bu o'shanaqa narxi 42 ta bo'lishi kerak. Ana 42 ta tushdi. Bo'ldi. Ketaveramiz. Mashinamchi. Hop, do'stlar, mana zo'r mashina oldik. Ko'rdinglar. Bu mashinani joyiga qo'yish kerak. Bo'ldi. Hop, buni yopamiz. Hop, va hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Poyrex Minecraft bo'ldim. Bugungi kanalimga obuna bo'lib ketinglar va hammaga xayr.